Assalomu alaykum. Demak, 6-sinf mashq daftari 1-qism 81-bet 2-topshiriqdan boshlab ishlashni boshlaymiz. Aytyaptiki, Behruzdagi yong'oqlar soni Doniyordagi yong'oqlar sonining 2/5 qismiga teng bo'lib, Doniyorning yong'oqlari sonidan 36 taga kam. Bolalardagi jami yong'oqlar sonini toping degan savol berilyapti. Endi Behruzdagi yong'oqlar soni Doniyordagi yong'oqlar sonini 2/5 qismiga teng. Endi yozib olamiz. Behruz Doniyor mana Doniyor. Doniyorda x ta bor. Behruzda qancha ekan? 2/5 x ekan. Endi ikkinchi shartni o'qiymiz. Aytyaptiki, Doniyorning yong'oqlari sonidan 36 taga kam ekan Behruzning yong'oqlari soni. Ya'ni x dan Doniyorning yong'oqlari sonidan 36 ni ayirasam, Behruzning yong'oqlarining soni kelib chiqar ekan. 2/5 x. Endi nima qilsak bo'ladi? Bu yerda 5 ga ko'paytirib yuboramiz deylik mana. 5 ga tekis ko'paytiramiz mana. 5x minus 5 ko'paytirilgan 36 barobar 5 ko'paytirilgan 2/5 x bo'ladi. 5 lar qisqaradi. 5 ta x minus 180 barobar bizda demak nechiga bo'ladi? 2x ga bo'ladi. Demak bu yerda 3 ta x barobar 180 ga x'imiz 60 ga tenglik kelib chiqdi. Bu demak Doniyordagi yong'oqlar soni 60 ta ekan. Endi Behruzdagichi deymiz. Behruzdagi yong'oqlar soni qanday topamiz? 2/5 ko'paytirilgan 60 bo'ladi. Bu bizda nechaga teng? 24 ga tenglik kelib chiqadi. Demak 24 ta ekan. Jami demak bizda qancha bo'ladi? 60 plus 24 84 ta ekan. Yong'oqlar soni ekan deb yozib qo'yilgan. 84 ta ekan. Endi ikkinchi masalamiz. Maryamning bo'yi 98 cm. Rustamning bo'yi esa Maryamning bo'yini 12/7 barobariga teng. Rustamning bo'yini toping deyapti. Endi yozib olamiz. Maryam 98 cm. Endi Rustamning bo'yi qancha demak bizda? Rustamning bo'yi Maryamning bo'yini 12/7 barobariga teng. Ya'ni shuni ko'paytiramiz. 98 ko'paytirilgan 12/7. Ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 98 ni demak 7 ga bo'lib 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda necha bo'ladi? 98 ni 7 ga bo'lsak 14. 14 da demak 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 14 ko'paytirilgan 12 deydigan bo'lsak, bizda qancha? 168 cm ekani kelib chiqadi. Bizda aytyapti, Rustamning bo'yini toping. Rustamning bo'yi demak bizda 168 cm ekani kelib chiqadi. Endi 3-masalamiz. Ra'noning vazni 45 kg bo'lib, u Jamilaning vaznini 5/3 barobariga teng. Ularning vazni orasidagi farqni toping deyapti. Endi Ra'no demak 45. Ra'no 45 kg ekan. Endi Jamila demak bizda qancha? Shu 45 ni 5/3 barobar ekan. 45 ni 3 ga bo'lib 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda demak qancha chiqadi? 15. 15 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 75 kilogramm ekani kelib chiqadi.
To'g'rimi? Lekin dollarda Demak, shu yerda ozgina xatolik ketib qolibdi. Shuni to'g'rilab qo'yamiz. Mana bu yerda 3 taqsim 5 barobarga deydigan bo'lsa, 45 kilogramm barobar, uzr, 5 taqsim 3. 5 taqsim 3 x bo'ladi. Endi x topadigan bo'lsak, bizda 45 ko'paytirilgan 3 taqsim 5 bo'lib o'tadi bu yog'iga. 45 ni 5 ga bo'lib 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 27 demak kilogramm bo'ladi. Endi bizda vaznlar orasidagi farqni toping deyapti. Demak, farqni topadigan bo'lsak, bu farqimiz bizda qancha bo'ladi? 45 minus 27 barobar 18 kilogramm ekani kelib chiqadi. 18 kilogramm ekan vaznlar orasidagi farq. Endi 4-masalamiz. Perimetri 108 cm bo'lgan to'g'ri burchakning bo'yi enining 5 taqsim 4 barobariga teng. To'g'ri burchakning enini toping deyapti. Demak, bizda perimetrimiz bor. Perimetr bizda nima degani? 2 ko'paytirilgan a plus b degani. Va bu bizda qancha ekan? 108 cm ekan. Endi kelinglar bizga yana ham osonroq bo'lishi uchun 108 ni 2 ga bo'lib yuboraylik. Bu yerda a plus b qancha? 54 ga tengligi kelib chiqadi. Endi aytayapti, bo'yi deyapti, enini 5 taqsim 4 barobariga teng degan. Demak, bizga shart aytib ketyapti. Bo'yi enini demak 5 taqsim 4 barobariga teng. Eni deylik. Eni mana endi bizda a bo'lib qoldi. Bo'yi b deylik. Bo'yi b. Endi shu bizda nimaga teng ekan? Mana kelinglar, strelka qilib a deylik. Buni strelka qilib 5 taqsim 4 a deb olaylik. Ya'ni 5 taqsim 4 barobariga teng. Endi bu yerda hisob-kitobni amalga oshiramiz. Qanday oshiramiz? A ni o'zi turaveradi. A plus b ni o'rniga 5 taqsim 4 a qo'yamiz. Barobar 54 ga. Qo'shadigan bo'lsak, bizda 9 taqsim 4 a hosil bo'ladi. Barobar 54 ga. Bu yerdan a ni topadigan bo'lsak, a imiz 54 ko'paytirilgan 4 taqsim 9 bo'lib o'tadi. 54 ni 9 ga bo'lib 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 24 ekani kelib chiqadi. Bizdan nimani so'ragan? Enini so'ragan. Eni bizda o'zi a ga teng edi. Ya'ni eni 24 cm ga teng ekan to'g'ri burchagimizni. Demak, bizda qancha ekan? Enimiz 24 cm ekan. Demak, 5-masalamizga keldik. Shohstaning 3600 so'm puli bor. Shohstadagi pulning 1 taqsim 3 qismi xiloladagi pulning 3 taqsim 4 qismiga teng deyapti. Kelinglar yozib olaylik. Mana bu yerga shohsta deylik. Shohstada demak 3600 so'm pul bor. 3600 so'm. Endi shohstadagi pulning 1 taqsim 3 qismi xilolaning pulini 3 taqsim 4 qismiga teng ekan. Endi kelinglar mana bu yerga xilola deb yozaylik. Xilola. Endi xilolada qancha pul bor? Xilolada x so'm pul bor. Shu x so'm pulni yana 3 taqsim 4 qismi shohstadagi 3600 so'm pulni qancha? 1 taqsim 3 qismiga teng ekan. 3600 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda qancha? 1200 chiqadi. Endi mana bu yerdan x ni topamiz. X ko'paytirilgan 3 taqsim 4 barobar 1200 ga x topadigan bo'lsak, bu yerdan 1200 ko'paytirilgan
4 taqsim 3 ga bo'ladi. 1200 ni 3 ga bo'lib, demak 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 1600 degan javob kelib chiqadi. 1600 so'm deylik. Endi aytyapti, shoxsadagi pulning Hilolaning puliga nisbatini toping. Hilolada qancha pul bor? Hiloladagi pul demak bizda kelib chiqdi. Hiloladagi pulimiz 1600 so'm ekan. Endi nisbatini toping deyapti. Mana buni B shart deb qo'yaylik. B shart bu Hilolaning puli. Endi mana bu yerga A shartni qo'yamiz. Ya'ni shoxsadagi pulni Hiloladagi pulga nisbatini toping deyapti. Shoxstada bizda qancha pul bor edi? Shoxstada 3600 so'm pul bor. Kelinglar hammaga tushunarli bo'lishi uchun bunday yozaylik. 3600 taqsim 1600 deylik. Endi ikkalasidan ham ikkitadan 0 ni o'chiramiz. 36 taqsim 16 qoldi. Endi ikkalasi ham bizda nechiga bo'linadi? Ikkalasi ham bizda 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'ladigan bo'lsak bizda endi oxirini bunday yozib qo'yamiz. 9 nisbat 4 bo'ladi. Ya'ni 9 nisbat 4 shaklida ekan. Navbatdagi misolimizga o'tamiz. Bu bizda 6-misol. Rasmda ABYF kvadrat va BCDF trapetsiya berilgan. Bu ikki shakl xuddi rasmdagidek ustma-ust qo'yilgan. P va Q shakllarning yuzini nisbati 4/13, kvadratning yuzi esa 100 cm ekani ma'lum. A shart kvadratning yuzini trapetsiya yuziga nisbatini toping. B shart trapetsiyaning yuzini toping degan, demak bizga savol berilyapti. Endi ahamiyat beramiz. Bu yerda kvadratning yuzi 100 cm kvadrat ekan. Bizda kvadratimiz ABYF. ABYF bizda kvadrat ekan. Demak S kvadrat deylik. S kvadratda yuzi bizda nima edi? A kvadrat edi. A kvadrat bizda 100 cm bo'ladigan bo'lsa, A'imiz bizda qancha bo'ladi? 10 cm ga teng bo'ladi. Mana bu yerda santimetr kvadrat deb keting. Demak, tomonlari 10 dan ekan. 10, 10, 10. Endi aytayapti bizga P va Q shakllarni deyapti. Yuzini nisbati 4/13. P shaklini Q shaklga yuzini nisbati qancha ekan? Bizda 4/13 nisbatda ekan. Endi buni qanday topsak bo'ladi? Bu masalamiz qiyinlashib ketadi va bu masala o'quvchilarga mos emas. Bu yerda katta sinf o'quvchilariga demak moslangan masala bo'lib qolgan. Ya'ni bu yerda xatolik yetib qolgan. Endi qanday qilib osonroq yo'l bilan ishlashimiz mumkin? P ni Q ga nisbati bizda 4/13 ga nisbatiga teng ekan. Endi ahamiyat beradigan bo'lsanglar, bu yerda endi qaranglar, mana bu P shakl bizda kvadratning yarmiga teng. SP bizda S kvadratda yarmiga teng. Ya'ni yuzi qancha? 50 cm kvadrat bo'ladi. Endi shu 50 cm kvadrat bizda nima bo'lib qopti? Mana bu P ni yuzi 50 cm kvadrat bizda 4 ga teng bo'lib qopti. Bu degani yana ham qulayroq qilaylik tushunish uchun. 4 ko'paytirilgan x 50 ga teng. X bu yerdan 12,5 ga tengligi kelib chiqadi. Ya'ni mana bu yerda tepada ikkalasini ham 12,5 ga qisqartirgan, keyin 4/13 chiqqan degani. Endi eski holatiga qaytarish uchun 4 ko'paytirilgan 12,5 bu yerda necha bo'ladi? 13 ko'paytirilgan 12,5 bo'ladi. Barobar. Demak, 4 ni 12,5 ga ko'paytiramiz. Ko'paytiradigan bo'lsak bizda 50 kelib chiqadi. Buni ko'paytiradigan bo'lsak 162 yarim kelib chiqadi. Endi bu P shaklining yuzi, bu Q shaklining yuzi. Bizda aytayapti, kvadrat yuzini trapetsiya yuziga nisbatini toping deyapti. Endi S kvadrat
S kvadrat bizda qancha? 100 santimetr kvadrat. Trapetsiya yuziga nisbatan toping. Dastlab trapetsiya yuzini topib olishimiz kerak. B sharti bajaramiz birinchi. Trapetsiyani yuzi bizda S P shakl bilan S Q shaklda, demak yuzalari yig'indisiga teng. Bu bizda 50 plus 162 yarim degani. Qo'shib yuboradigan bo'lsak bizda demak qancha chiqadi? 50 plus 162 yarim bizda demak 212 yarimga teng ekani kelib chiqadi. Endi bu ham santimetr kvadrat. Ikkalasini nisbatini topish kerak. S kvadratni S trapetsiyaga nisbatini topish kerak yuzalarini. 100 da demak qancha? 212 yarimga nisbatini topamiz. Topadigan bo'lsak, kelinglar mana bu yerda yana ham bir osonlashtirib olaylik. Bizda butun chiqishi uchun 100 ni ham pastdagi 212 yarimni ham 2 ga ko'paytirib olaylik. 2 ga ko'paytirib olaylik. Natijada bizda nima bo'ladi? 200 taqsim 212 yarimda demak biz 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 425 ekani kelib chiqadi. 425. Endi mana qisqartiraveramiz. Ikkalasini ham demak 5 ga qisqartiraylik. 5 ga qisqartiradigan bo'lsak 40 nisbat 85 bo'ladi. Endi hozir yana qisqartiradigan bo'lsak buni 40 nisbat 85. Ikkalasini ham yana 5 ga qisqartiraylik. Mana 5 ga bo'lib ketyapmiz. Yana 5 ga, yana 5 ga. 8 taqsim 17 ekani kelib chiqadi. Buni 8 nisbat 17 deb yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Navbatdagi demak 7-masalamizga yetib keldik. E'zozadagi stikerlarning 3 taqsim 5 qismi Barnodagi stikerlardan 2 barobar ko'p. E'zozada Barnodagiga qaraganda 56 ta ko'p stiker bor deyapti. A shartda e'zozadagi stikerlar sonining Barnodagi stikerlar soniga nisbatini toping. B shartda Barnodagi stikerlar sonini toping deyapti. Endi ahamiyat beramiz. E'zozadagi stikerlarning 3 taqsim 5 qismi Barnodagi stikerlardan 2 barobar ko'p. E'zozada Barnodagiga qaraganda 56 ta ko'p stiker bor deyapti. Endi kelinglar bosh harflarni qo'yib olib ishlaylik. E'zoza barobar aytyapti Barnodagiga qaraganda 56 ta ko'p stiker bor. Barnodagiga qaraganda 56 ta ko'p stiker bo'ladigan bo'lsa, Barnodagi stikerlar soniga 56 ni qo'shsam, e'zozadagi stikerlar soni kelib chiqadi. Endi aytayaptiki, e'zozadagi stikerlarning 3 taqsim 5 qismi 3 taqsim 5 ko'paytirilgan e'zoza barobar aytayapti Barnodagi stikerlardan 2 barobar ko'p. Barnodagi stikerlarni 2 ga ko'paytirsam, ikkalasi nima bo'ladi? Bir-biriga teng bo'ladi. Endi y ni o'rniga b plus 56 qo'ysam. Kelinglar mana bu 3 taqsim 5 ni nima qilib yo'qotsak bo'ladi? Hozir bizga qulayroq bo'lishi uchun. Ha, bo'p, shunday qolib tursin. 3 taqsim 5 ko'paytirilgan b plus 56 barobar 2 ko'paytirilgan b bo'lsin. Endi biz o'zimizga qulayroq shaklda buni ishlashimiz kerak. Nima qilamiz bu uchun? 5 ga ko'paytiraylik ikkala tomonni ham. 5 ga ko'paytirsak 5 lar qisqarib ketadi. 3 ko'paytirilgan b plus 56 barobar 10 ta b ga bo'lib qoladi. 3 ta b plus 168 barobar 10 ta b ga. 168 barobar 7 ta b ga. B kichkina bo'lib qoldi. Katta b edi Barno.
Mana bu yerga eslatma qilib qo'ymabman. Bu demak bizda e'zoza. B bu bizda Barno. Demak B ni topadigan bo'lsak, B imiz bizda qancha chiqadi? 20 4 ga tenglik kelib chiqadi. B 24, ya'ni Barnoda 24 ta bor. Barnoda 24 ta. Barnoda 24 ta ekan. Endi e'zozadagini topamiz. E'zozada qancha edi? Barnodagidan 56 ta ko'p. 24 plus 56 jami bizda 80 ta ekan. Aytyapti, Barnoda nechta stiker bor? Mana topib qo'ydik, 24 ta. E'zozdagi stikerlar sonini Barnodagi stikerlar soniga nisbatini toping. 80 ni 24 ga nisbatini so'rayapti A'da. 80 ni 24 ga nisbati. Ikkalasini ham 8 ga bo'ladigan bo'lsak, qisqartiradigan bo'lsak, 10 u 3 nisbat. Buni bu shaklda yozib qo'ysak ham bo'laveradi. 10 u 3 nisbatda ekan.